Samarqand davlat chet tillar institutida tilshunoslikda lingvodidaktika, lingvofalsafa hamda tarjimashunoslik jarayonlashuvi mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya o'tkazildi. Ilmiy-amaliy anjumanda O'zbekiston, AQSh, Misr, Eron, Tojikiston, Rossiya va Italiyadagi bir qator oliy ta'lim muassasalari va ilmiy markazlar olimlari, malakali mutaxassislari o'z ma'ruzalari bilan qatnashib, tilshunoslikning dolzarb masalalari, lingvodidaktika istiqbollari hamda tarjimashunoslikning zamonaviy tendensiyalari haqida fikr almashishdi. Lingvodidaktika, lingvofalsafa va tarjimashunoslik tilshunoslikning mustahkam, o'zaro chambarchas bog'liq uchta muhim yo'nalishidir. Ularning jarayonlashuvida integratsiya, yondashuv, texnologiyalashuv kabi yangi tendensiyalar asosiy o'rinni egallamoqda. Bu esa tilni o'rgatish, ma'noni anglash va tarjimani amalga oshirish jarayonlarini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqmoqda. Chet tillarini o'qitishni lingvodidaktik xususiyatlari bilan birgalikda hozirgi paytdagi sun'iy zako, ya'ni zamonaviy texnologiyalar hamda amaliy an'anaviy texnologiyalarni hamohanglikda qanchalik darajada olib borishini, jahonda bo'layotgan o'zgarishlar hamda konferensiya materiallari ham bu narsani ko'rsatadi. Shu paytgacha dunyodagi turli xil tillardagi tarjima asarlarini kuzatgan bo'lsak, endilikda o'zimizni durdona asarlarni boshqa chet tillarga tarjima qilish orqali ham o'zimizning milliy madaniyatimizni hamda adabiy boyligimizni ko'rsatishga xizmat qiladi. Bu esa ushbu konferensiyada ishtirok etayotganlarning o'zlarining chiqishlarida ham o'z namoyon etdi. Shu bilan birgalikda o'zim ham o'zimning chiqishimda konferensiyada aynan tillarni o'qitishda frazeologiya hodisasi va frazeologiyaning tilshunoslikda tutgan o'rni va ularni etimologiyasiga doir mavzular bilan qatnashdim. Hozirgi globallashuv jarayonlari tilshunoslikning turli sohalarini bir-biri bilan chuqur integratsiyalashuviga olib kelmoqda. Tilni o'rgatish usullari, ma'no yaratilishining falsafiy asoslari va tarjimaning nazariy amaliy qonuniyatlari umumiy til jarayonlarining muhim yo'nalishidir. Shu bois lingvodidaktika, lingvofalsafa va tarjimashunoslik ilmiy tizimning asosiy qismlariga aylanib bormoqda. Ularning jarayonlashuvini o'rganish nafaqat tilshunoslik nazariyasi, balki amaliyot uchun ham alohida dolzarblik kasb etayotganligi anjuman davomida aytib o'tildi. Mazkur konferensiyani tashkil etilganligi tilshunoslik sohasi rivojiga yangi ilmiy yondashuv va tendensiyalarni tatbiq etishda muhim ahamiyatga ega. Olimlarning ma'ruzalarida ilgari surilayotgan takliflar ham dolzarb. Ayniqsa, til xususiyatlari va tarjimashunoslikning jihatlari xususida o'z tadqiqotlarini taqdim etgan izlanuvchilarning ma'ruzalarini diqqat bilan tingladim. Ularning orasida juda qiziq tadqiqotlar bor. O'ylaymanki, konferensiyada ilgari surilgan fikrlar kelgusida tilshunoslikning yangi yo'nalishlari, shu bilan birga tarjimashunoslikni ham taraqqiyotiga hissa qo'shadi. Tashkil etilgan xalqaro konferensiyada bildirilgan taklif va fikrlar barchasi jamlangan holda tilshunoslikni rivojlanishiga o'z hissasini qo'shadi.